Barchangizga assalomu alaykum aziz o'rnashlar. Avtocenter Buxoro avtosalonidamiz. Bugun sizlar bilan men Mirshod Altinov, ya'ni Altinov Vlog kanali adminiman. Xo'p, bugun Avtocenter Buxoroda qanaqa yangiliklar ketyapti, hammasini siz bilan ko'rib chiqamiz. Azizlar, o'sha shov-shuv bo'lgan rassrochkalarni sizga ochiq oydin o'zim ochib tashlayman. Qanaqa imtiyozdan berilyapti, qancha boshlang'ich bilan berilyapti. Endi ko'p kanallarda bo'lmagan informatsiyalarni men sizga bugun yetkazishga harakat qilaman. Qani videoga marhamat. Oldin videoni boshlashdan oldin bitta poddetkasizlardan like, podpiska, обязательно shu videoga bitta kommentariy qoldiringlar. Qanaqa moshinani xohlayapsiz keyingi obzorda. O'shani siz uchun xudo xolasa keyingi obzorda men chiqarib beraman. Mirshod aka o'zi Avtocenter Buxoro avtosalonini shu maqtagan, o'zi qanaqa brendlar bor, qanaqa avtomashinalar bor, bir tanishtirib o'tsangiz. Brendlarni birma-bir tanishtirib chiqaman azizlar. Xo'p, bizada Changan, ya'ni Deepal brendlaridan elektromobillari ham, ya'ni gibridlari ham mavjud. Xo'p, undan tashqari Bastion modellari ham bizada markalari. Xo'p, Dongfeng, Jitur hali ham bizada azizlar. Oldin ham bizada edi, hozir ham bizada turibdi. Bemalol kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz dashing, xohlasangiz 70, xohlasangiz 25-yil, farqi yo'q. Yiliga farqi yo'q. 25-yil mashinalari ham bor, 24-yil mashinalar ham bor. Biza sotaveramiz. Umuman muammo emas. Xo'p. Ketdik dalchi. Undan tashqari Hongji modellari, CVM modellari, iCar modellari, bir 8 xil turdagi markalar bizning avtosalonimizda mavjud. Gibrid, elektromobil deysizmi, benzin deysizmi, jigar, hammasi bizda bor. Keling birma-bir ko'rsatib o'tamiz mijozdagi. O'zlari bir ko'rib baho berishadi. Mana ketdik. Videoni boshlashdan oldin azizlar tirsilab qo'yinglar like-ni. Ketdik. X90 Plus avtomobildan boshlaymiz. Mashinamiz ko'rib turganingizda uzun. Eniga ham hozir shundoq turgan joyda 1935 mm bo'ladi. Xo'p, undan uzunligini hisobga olsak 4858 uzunligi. Xo'p. Mashinamiz 3 talik linzli proyeksionli optika bilan jihozlangan. 360 gradus kameralar bilan jihozlangan. 1.6 dvigatel, 197 ta ot kuchi azizlar. Mashinamizga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha kafolat servis tomonidan berilgan. Biza bilasizlar, rasmiy avtosalonimiz. Biz ancha yildan beri bozorda bormiz, hozir ham bemalol ish faoliyatimiz davom etyapti. Yopilmayapmiz. Bemalol kelib avtosalonimizga tashrif mashinalarni ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, dalish ketdik. 20 diska balonlar bilan kelgan mashinamiz salonlari bordoviy rangda keladi. Keling ko'rsatamiz. Yaqinroq keling. Mana. Salonni ko'rsating, chiroyligini. Klimat kontrol 9 zonli mashinada. Kojasi korичневый rangda keladi. Korичневый emas, bordoviy rang. Xo'p. Беспроводной зарядник, двухзонный климат-контроль, электронный руль, электронный ручник, автохолд rejimlari, hop, splashnoy monitor ko'rishingiz mumkin. Mashina hozir beton, endi bilmayman kamera qanaqa taassurot beryapti, lekin realniy mashina juda ham chiroyli. Ikki taraflama elektronli paket sizdeniya. Xo'p, mashinamiz ikkinchi ryadida ham bemalol ana bu sizdeniyalar oldin orqa ko'rib turganingizda ko'ryapsizmi? Oldin orqa bo'ladi. Qimirlaydi. Xohlasangiz belni berib bilasiz. Yotqizib yoki o'tish bu yerdan qulay bo'ladi. Bu mashinamiz 7 kishilik bo'ladi. Oilaviy crossover. Xo'sh. Konditsioner orqadagilar uchun ikkita ryadga yuqoridan keladi. Polniy full paket. Orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana. Orqalaridan ham men o'ylayman, ko'p kishini yuragidan joy olgan avtomobil deb o'ylayman. Mumkin kimdirga yoqmasligi ham mumkin. Lekin bunaqa uzun mashina men o'ylayman ko'p avtosalonda yo'q. Bu bilan konkurent mumkin bo'lishi mumkin. Traverse masalan. Traverse bundan ozgina uzunroq, lekin raqobatda bemalol. Funksiya bo'yicha ham juda ham aqlli. Xo'p, mashinamiz podveskalarga kelamiz. Podveskalarni ko'rsatamiz. Keling. Podveskalari mustaqil ravishda отдельно ko'ryapsizmi? Независимый. Отдельно ishlaydi. McPherson firmasi, ya'ni Britaniya zavodida mashinani hadovoyi yig'iladi. Xo'p, ketdik dalchi.
Mashinamizni qanaqa usullar bilan xarid qilish mumkin? Batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Mashinamiz haqida ma'lumotlar xohlasangiz avtokreditga olishingiz mumkin. Bemalol boshlang'ich eng kamida 20% pulingiz bo'lishi kerak. 20% pul qancha bo'ladi? Savol tug'iladi, to'g'rimi? 77-78 million bilan mana shu mashinani sizga birta pasport evaziga kafillarsiz. Aytyapman-ku, kafillarsiz. Men aytyapman, chiqarib beraman. Birta pasportga olib ketasiz mashinani. Xo'p, agar yo'q, men 50% ga sharoitim yetadi, men mashinani рассрочка qilaman desangiz, unda ham mashinani bemalol 2 yil muddatgacha foizsiz o'z tan narxini bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Bu degani, masalan, shu mashina 400 milliondan ziyodroq turadi, to'g'rimi? 400 milliondan ziyodni 50% ni berasiz, 200 masalan 210 million berdingiz. 210 million qolgan 210 millionni bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Bir tiyin ustiga qo'shilmaydi. Masalan, bo'ladi, oyma-oy to'lamadingiz. Bir oy masalan bo'ldi kechikdingiz, yo sharoitingiz bo'lmadi. Uyda ro'zg'orni qamrlatish kerak yoki masalan bir orzu havas nimadir olgingiz kelyapti. Masalan, o'shani olishingiz kerak yoki telefon olishingiz kerak. Masalan, bo'ladi-yu, to'lamagan taqdiringizga ham sizga mashinani oyma-oy to'layotganingizga bir oydan kechikdingiz, ikkinchi oyga o'tdi, zarari yo'q. Foiz tug'maydi. 3-oyga kelgan paytdan foiz tug'maydi. Kechikkan paytingiz. Lekin bitta narsada jigar, faqatgina aloqada bo'lib turasiz biz bilan. Ana shunday kechikyapman degan paytingizga faqat xabardor qilasiz bizani. Aka, bu oyga bera olmayman. 2-oydan обязательно to'layman. To'lashingiz shart. Nimagaki, agar to'lamasangiz planshetga ko'rinadi, taqiqqa qo'yishadi. Siz уже mashinani gai shtrafnoyga tiqib, keyin u yerdan pulni bizga keltirasiz, to'laysiz, keyin chiqib ketib bilasiz mashinani. Lekin o'shanda ham peyna bo'lmaydi, azizlar. Shu narsani inobatga olinglar. Mashinani xullas tan narxini bemalol to'lab chiqarib ketishingiz mumkin bo'ladi. 50% berib berasa bo'ladi, yetadi. Hozir bizda aksiyalarni qaynov ketyapti. Kelsalaringiz berma-bir tanishtirib chiqaman, azizlar. Ketdik, dalchi boshqa mashinaga o'tamiz. X90 Plus'ni ko'p kishi biladi. Xo'p, Jitur T2 modeli mana. Marhamat. Jitur T2 modeli buni ikki xil pozitsiyasi bor. 1.5, 1.5 litrligi bor va 2 litrligi bor. 2 litrligi va 1.5 litrligini farqi qanaqa bo'ladi? 1.5 litrligi shahar uchun. Oldi privat bo'ladi. U nagruzkaga, u cho'lga yurib bo'lmaydi u bilan. Faqatgina shaharni crossover u. 184 ta o't kuchi, 4 talik Porsche. Xo'p, bu bilan uni farqi lukida bo'ladi. Ko'rib turganingizdek. 360 gradus kamera bu mashinada bu. Xo'p, sideniya farqi qanaqa bo'ladi? Sideniya unda kojni bo'ladi, bunga уже aralash, tikan bilan koja aralash qilingan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu tekin уже xalq bilgan, ko'rgan, tanigan. O'sha gelikni, o'sha ko'rgan geliklaringizni kamji yo'q o'shandan. Real aytaman. Ha? Bratishkasi gelik. Ha, endi realnida narxiga arziydi. Men deb o'ylayman. Sizga yo'qmadimi o'zingizga? Dahshat. O'zi havasim shu mashinaga. Qorasi vashi dahshat-a? Qorasi bo'lsa agar. Mashina juda ham chiroyli. Ushbu mashinani siz xohlasangiz naqd, xohlasangiz kreditga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Narxi qiziq bo'lsa jigar, bitta kommentariyada T2 1.5 deb yozib qoldirsangiz, men o'zim sizga kirib javob beraman. Ana laus. Narxini kommentariyada qiziqtirish uchun aytib o'tamiz. Xo'p, T2ni aytgancha ikkinchi pozitsiyasi hozir ozgina talab kuchaygan, srok pastavka bo'lgan, lekin siz uchun jigar kelganingizda so'rab kirsangiz, men sizga chiqarib beraman. Muammosiz. Xo'p, X70 Plus 1.5 mashinasiga o'tamiz. Ushbu avtomobilni siz xohlasangiz o'shaga bizga рассрочка amal qilyapti. Рассрочкаga olsangiz bo'ladi. Рассрочкalik mashinalarni рассрочка bor deb ketaman. Yo'qiga aytmayman. O'sha yerdan siz bilsangiz bo'ladi. Videoni kelib mana bunga bor deb aytmagan. Bor narsani bor deyman, yo'q narsani yo'q deb aytaman. Oldindan aytayapman. Xo'p, mashinamiz 360 gradus kameralar bilan jihozlangan. 1.5 motor. U men aytayapman, bu Jitur modellarida o'zi panorama hammasida bu. Почти hammasida.
panoramli lyuk, ochiladigan, 360 gradus kamera, linzaviy proyeksion optika, tumankalari ko'rishingiz mumkin. Oldi oblitovkasi вообще chiroyli. Xohlasangiz buni oblitovkasini avtosalonimizda soqqasini bersangiz o'zgartirib bilasiz. Xohlasangiz 3 xil turda qilib beradi. Xohlasangiz buni li qilib beraman yuzini. Li 9 ga o'xshab beradi. O'xshatib berib bilamiz. Muammo yo'q. Faqat pul bo'lsa bo'ldi jigar. Mashinani arzonga olasiz, siz yana xohlagan narsangizni o'zingiz qilib bilasiz. Muammosiz. Biza qilib beramiz. Ishonmasangiz, kelishingiz mumkin, qilgan proyektlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Oldini ham li qilib beradi, muammo yo'q. Bu problema emas hozirgi darajada. Xo'p, ketdik. Mashinamiz diskalari zavoddan jigar 255, 45, 20 razmerda keladi jigar. Diskasini o'zini narxi $2000 bo'ladi. Ko'p avtosalonlarda bo'lganingizda jigar bu mashinani 18 diska bilan ko'rasiz. Yo'q, bu mashinani emas, boshqa mashinani 18 bilan diska bilan ko'rasiz. Xo'p, bizning mashinalarning ko'pisiga 20 diska balon qo'yilgan. Nimagaki premium klass hamma vaqt, hamma darajada full bo'ladi. To'g'ri, xalqqa ko'p kishi G-Tour X70 Plus Joski mashina ekan deyishingiz mumkin. Lekin Joski deb aytilmaydi. Xato gapiryapsiz jigar shu yerda. Nimagaki sizga ham 45 razmerdagi oyoq kiyim kiydirib qo'yishsa, siz ham yura olmaysiz. Bunga ham o'zi siz 18 taqsangiz, jigar buni agar o'zi vulkanizatsiyachilarga bersangiz, jon deb sizga berib, pulni ham ustiga berishadi. 18 ga almashtirishadi. Yana siz myak to'pkijada shaharga yurasiz. Bu pot uchun, chiroy, kayf uchun. Siz mazza qilib bu mashinani ko'chaga ko'rsatib, chiroyli tayyorlovkachalar bilan full paket qilib yurasiz. Qo'yadigan narsangiz nima bo'ladi? Bitta pollik, bitta parov. Keling jigar, mazga chiroyli qilib o'shani ham yaratib beraman, muammo yo'q. Ketdik. Orqasini ko'rsatib o'tamiz, salonlarni bir ko'rsinlar. Salonlari kombinatsiya qilingan. Qizil va qora rangda ko'rib turganingizda. Sachistaniya zo'r, ha jigar? Yaxshi. Yaxshi, idealniy. Salonida 1.5 ni ko'ryapsiz. Farqi nimada? Klimat kontrolida 1.6 bilan 1.5. O'zi 1.6 ni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, уже bir taraf sideniya, elektropaket. Farqi shunda bo'ladi. Bir taraf elektropaket, bir tarafiga mexanический bo'ladi. Xo'sh, ekonomik sport rejimda mashina harakatlanadi. Xo'p, ko'rib turganingizda mashinamiz 7 kishilik crossover oilaviy bo'ladi. Xo'p. Orqada ham o'rindiqlari bor. Orqasi menga yoqadi bu mashina. Orqasi mashinani juda ham chiroyli. Ko'p kishiga bu mashinani orqasi yoqadi. Keyin nima uchun? Bu mashinamiz X70 Plus o'zi 2023-yilda top 1ni egallagan. Bilasizmi qanday qilib? Qanaqa ekan? 2023-yilda ushbu avtomobildan 1 yil ichida 20 mingta sotilgan. Ishonasizmi? Yo'q. 20 mingta X70 Plus modelidan. Imminna shu modeldan sotilgan O'zbekistonda. Bu deganiki, jigar bozorda bor-ku, hozir oddiy o'zimizning bozorga chiqing, X70 Plus bor hozirda ham. Odamlar sotuvga ham qo'yishgan. To'g'risida, может быть, kimdir masalan havasi keladi, boshqasini almashtirgisi keladi. O'zi ko'pligidan aytayapman. Ko'p, slishkim ko'p, jigar. O'zi xadavoy. O'sha yerdan bilsangiz bo'ladi. O'zi mashina juda ham dizayni chiroyli-da. Realni hamyon bo'p, ham mashina chiroyli. Bu mashinani xullas siz avtokredit, naqd yoki rastochkada xarid qilsangiz bo'ladi. O'sha gap, 50% ni bering, penya qilmaydi. Shtraf yo'q. Masalan GM avtosalonga borgan taqdiringizda sizga masalan oydan oyga kechikkan paytingiz, men eshitishim bo'yicha mijozlar aytishyapti. Mijozlar kelib bittasi aytdi, 10 million shtraf qilishar ekan. 10 million azizlar. Bizda bunaqasi yo'q. Siz keling, siz xaridingiz uchun rahmat avvalambor. O'sha xaridingiz uchun biz sizga na penya to'g'diramiz, na shtraf qilamiz. Penya degani mashina masalan 8 million berasiz oyma-oy, to'g'rimi? O'sha 8 millionga 1000 so'm qo'shilmaydi. O'sha 8 millionni berib ketaverasiz oyma-oy, bo'ldi. Bo'lib to'lash halol bo'lish kerak. Keyin asnovdan narsani jigar yodimdan chiqardim. Shu mashinani siz masalan ko'p joyda masalan rassrochka xarid qilishingiz mumkin, lekin rassrochkada ko'p joyda firma nomer berishadi.
Firma nomer degani masalan 712 CBA. Tushundingizmi? Bu firma nomer. Bu siz qarzdorligingizni VS Buxoro ko'radi. Yo'q, VS O'zbekiston ko'radi. Endi bulardan keladiganlar ham bor-ku jigar, o'sha uchun aytishimiz kerak. Xo'p, siz bunga mana endi sizga ochiq qo'ydim, gapiraman. Siz bunga Saxon X722XX masalan nomerini taqib olasiz. Bu deganiki shaxsiy nomer taqib bo'ladi bu mashina. Mashina o'z nomingizda chiqadi. O'z nomingizga chiqadi. Rahmat sizga jigar. Bor ekansiz-ku, gapirib turing. Siz gapirmayapsiz, men zerikib ketyapman. O'zimdan shuncha gapirib, bilasiz-ku, qiyin aka bu bunaqa gapirish. Xo'p, mashinamizni podveskalarini ko'rsatamiz. Ko'rsating. Ходовойлari buni ham nezavisimi. Ko'ryapsizmi? Отдельно ishlaydi. Britaniya o'sha gap. Britaniya korxonasi hamkorlikda ishlab chiqariladi. Mashina full paket. Xullas, bu mashinani ham tanishtirib chiqdik. Rassrochkaga 50% berinjiga 24 to'yga bo'lib to'lash. Agar narx qiziq bo'lsa, X70 plus 1.5 deb yozib qoldirsangiz, narxini kommentariyada aytib o'taman siz uchun. Shu mashinani jigar narxga 329,5 millionga olasiz o'zi. Aytib qo'ydim. Xo'p, Jitur Dashingimizga o'tamiz. Jitur Dashing avtomobili o'zi trendda bilasiz. To'g'risida bu mashina hech qachon trendi tugamaydi. Ko'p kishi blogerlar ham, ko'p blogerlar, Toshkentda taniqli blogerlar ham Dashingda yuradi. Даже reper Massa bor-ku, o'sha yerga bitta rasmini qo'yib qo'ying, iltimos. Tamom gap. Reper Massa, Durdona Qurbonova, обязательно aytaman. Xo'p, yana kim? Men ko'p taniydigan blogerlarim Hamida Jo'rayeva, Hikmatullayev, mana bu o'zimizning buxoroliklar, to'g'rimi? Ko'p blogerlar Dashing tanlagan. Nimagaki shu yerdan o'zi bilsangiz bo'ladi, qanaqa mashina zo'rligini azizlar. Jitur hamma vaqt brend, hamma vaqt bozorda bu. Hech qachon sinishi вообще qiyin. Realni aytyapman. Biz o'zi bir foydalanuvchi, nasib bo'lsa bir kelib boshlang'ich kam berib 20% bilan chiqarib ketishingiz mumkin avtokredit. 360 gradus kameralar bilan jihozlangan. Abduf Abagrev o'rindiqlar mashinada 19 mягкий diska ballon. Xo'p, mordasi bor-ku jigar shuni. Lamborghini Urusga o'xshab ketadi-da. Panorama lyukni ko'ryapsizmi? 2 metrlik panoramli lyuk. Yana bu salonni ko'rsating jigar. Qora va oq salon bo'ladi-da shu mashinada. Bu endi 1.5 mi, 1.6? Bu 1.5 o'zi ko'rib turganingiz. Yana 1.5 bilan 1.6 ning farqini aytib o'taymi? 1.5 ni barini ko'ryapsiz, splashni ketyapti bari. 1.6 dan uni aylana bo'ladi bu yer bari. O'zgarish. Keyin skorost qo'lda bo'ladi unga. Dvorning joyida ya'ni. Xolodilnik 1.5 dan ham 1.6 dan ham bor jigar. Aytgancha, mashinalarimiz hammasida xolodilnik bor почти. Hammasida. Lekin ushbu avtomobil Dashing 1.5, xo'sh, bu avtomashinamiz 5 kishilik crossover bo'ladi. 5 kishilik crossover. Skrytый ruchkani ko'ryapsizmi? Xo'xlagan payt kiradi, Maybachnikida. Xo'xlagan payt chiqadi. Mana bu stilani ko'ring. Elektropaket. Koja napa bilan birga ishlab chiqarilgan. Patologlar qora. Patologlarni ham ko'rsating. Mazza qiladigan joyida jigar, monitorlarni qarang. Olish kerak, haydash kerak. Olish kerak. Siz olmasangiz bo'lmaydi. Realnida o'zir oladigan payti jigar. Qarang, orqa o'rindiqlari ham qulay, o'tirib ko'rsangiz, qarang, o'sha paytga men o'tirgan paytim belimni beryapman. Spokойный qisilmasdan o'tirib ketsa bo'ladi. Bu yerda oxirgacha bergan ikkita o'rindiqni. Sizlar ham sportivniy. Sportivniy, ko'rib turganingizdek chiroyli. Men bo'lardi, mana bu yerni olib, snimat qilib bitta karbon qilardim. Şey idealni bo'lardi. Mana bunaqa karbon qilib. Jigar puliga stoyishi mashina. Xullas mashinani siz hozirda xohlasangiz rastochka qilib beramiz. Xohlasangiz naqdga gaplashamiz. Naqdga aksiya amal qiladi. Rastochkaga narx masalan aksiya qilinmaydi. Xabarlaringiz bor. Naqdga shu mashinani siz 329,5 millionga xarid qilishingiz mumkin. Faqatgina mani nomimdan kelgan mijozlar uchun shunaqa aksiyani siz uchun qilib beraman. Chiroyli bonusda mani nomimdan jigar. Bemalol kelishingiz mumkin. Agar rastochka xohlasalaringiz, bu narxda bermaydi. Aksiya faqatgina naqd yoki kreditda bo'ladi. Siz bu mashinani siz
20% boshlang'ich to'lov avtokredit asosida. Avtokredit. Рассрочка 50%. 20%ingiz qancha bo'ladi? 64 million so'm bilan chiqarilasiz. $5000 pulingiz yetib o'rtadi. Men sizga aytaman. Mashinamiz orqasini ko'rsatib o'ting, jigar. Ko'ring. Ko'rsating. Orqalari juda ham chiroyli. Keyin ana bu yerdan ko'rsating, jigar. Bitta mazza qilishsin. Bu Lamborghini Urus-ku, jigar, to'g'rimi? Da. Orqa podveskalarni ham ko'rsating. Mana, orqa podveskalari nizamiymi, ko'rdingiz? Mustaqil ravishda ishlaydi, ikkalasi ham. Bizda to'g'risi ko'p mashinalarimiz nizamiymi bo'ladi. Ko'psi. Xo'p. Bu mashina haqida tanishtirib, bemalol informatsiyalarni aytib o'tdim. Agar nimadir qolib ketgan bo'lsa, bemalol agar ulgurmasak, pastdan nomerlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Agar ulgurishmasa, 99 bilan 589 07 76 shaxsiy nomerim, o'zimga primo tushasizlar. Bu yerda korxona nomer. Agar ulgurmasam, bemalol chiqishingiz mumkin bo'ladi. Men ham odam, endi nechta odam bu yerga baribir telefon qiladi, uspet qilmaymiz. Xo'p, X70 1.6, X70 Plus 1.6. Farqini ko'ramiz, mana farqi bemalol. Tani ko'rib chiqing. Bu mashina o'zi 1.6 197 ta o't kuchi, 540 gradus kameralar bilan jihozlangan. Xo'sh, Abduf obogrev sideniya. Xo'sh, klimat kontrol 90 ni elektropaket o'rindiqlar. Xo'sh, elektronli rul, avtopiloti bor, o'zi yuradi, o'zi to'xtaydi, palasadan o'zi chiqmaydi. Shunaqa funksiyalari bor-da, palasadan yuryapsiz, jigar. Endi baribir bu narsaga ko'p ham ishonish kerak emas, lekin baribir shunaqa funksiyalar bor. Lichda men palasa udержание degan narsaga ko'p ham ishonmayman. O'sha uchun maslahat ko'p kishiga beraman. O'zingiz haydaganingizga yaxshiroq deb o'ylayman. Baribir ham ishonch 100% bo'ladi o'zingiz haydaganingizda. Ko'p ko'ryapsiz avariyalarni. O'sha uchun maslahatim обязательно rulda o'zlaringiz bo'linglar. O'zlaringizni ham asraysizlar. Avvalambor-da. Baribir bu texnika. Men sizni aldab, bu yuradi, bu buni qiladi deb aytsam, bunga men javob berib bilmayman. Men nimagaki hozir ko'rayotgan narsam, hamma shunga ishonib aytyapman sizga. Xo'p. Mashinamiz ikkita radlik linzali proyeksionli optika bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Bunga ham diska 20. Oyoq bilan bagajda ochiladi. Bularning hammasida shunaqada jigar, shuni aytmadim, men aytgancha. Elektropaket o'rindiq bagajda hammasida. Bagajda o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Hozir bitta ko'rsatamiz-da. Ha, hozir bo'sh mashinalar bor, mashinalarga bitta ko'rsatib chiqamiz. Xo'p. Bu mashinani siz рассрочкада xarid qilsangiz bo'ladi. Рассрочка qanaqa? Boshlang'ich 50% berasiz jigar. Qolgan 50% ni siz bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Mashinaning narxi 440 milliondan bo'lgan jigar. 440 milliondan siz hozirgi aksiyaga ancha aksiyaga xarid qilib bilasiz. Ancha aksiya narxda. Siz kelsangiz, chiroyli qilib siz uchun narxlarini ham, bonuslarini ham qilib beraman. Xudo xolasa tashrif buyuring, kelgan paytingiz so'rab kelsangiz bo'ldi. Обязательно kelgan paytingiz Mirshod bilan gaplashdim. Shu bola menga достаточно informatsiya berdi. Shu bolani videosini orqasidan kelin desalaringiz bo'ldingizlar. Shuni o'zi yetib o'rtadi. Menga siz so'rab kelganingiz menga plus. Menga bu narsadan premiya berishadi. O'sha uchun iltimos sizni yordamingiz faqat bitta so'rash. Men sizdan pul talab qilmayman. Menga bir tiyin kerak emas. O'zim Xudoga behisob shukr. Xudo beryapti. O'shanda rizqimni terib olyapman. Blogerligim ham o'zlaringiz bilasizlar, videoga, YouTube'larga chiqaman. YouTube'larda ham endi hozirda ommalashgan pul ishlar bo'ladi. Xo'p. Ketdik-a boshqa video, boshqa mashinalarga. O'tamiz-a? Xo'p. Dashing 1.6. O'sha ko'rganingizda 1.6si bu o'zi, full paketi. Bu o'zi farqi qanaqa? 20 diska, 19 diska edi. Bunga o'zi avtopilot, полоса удержания, eksterni tormoz, hammasi qo'shilgan. O'zi barini ko'rsatamiz, jigar, salonni ham ko'rsatamiz, jigar. Ketdik. Keling qani. Saloni chiroyligini qarang. Salonni ko'ryapsizmi, jigar? Gap Bay yo'q. bay. Ortiqcha knopkalar ham yo'q. Mana shu Hamida Jo'rayevaning mashinasi, Durdona Qurbonova massaning mashinasi, ko'p blogerlarning mashinasi mana shu 1.6 dan bo'ladi.
Eng fuludan, nimagaki chiroylisi shu-da jigar, to'g'risi. Eng menga yoqaydigani shu. Realni aytyapman sizga. O'zimning fikrim Dashing zo'r. Dashingda men qanday desam, stilli, yosh, молодежный mashina ko'rmayman hali. Aqlli, ko'p o'zi jigar, qimmat brendlarni ko'rasiz-ku jigar. 500-600 millionga mashina ko'rasiz. Ularning funksiyasidan ko'pisi bor bunda. Realni aytyapman, xohlasangiz keltiring o'sha mashinani ko'zingizning oldiga solishtirib beraman. Men maslahat beradiganim sizga Dashing. Dashing realni zo'r. Холодильник, беспроводной зарядник, ikkita podstakanlik. Xullas ko'p borak. 197 o't kuchi. Panorama lyuk. Funksiya yetarli. Sizni uyingizdagi mashinada yo'q funksiyalar bunga bor xullas. Bo'lsin. Marhamat. Iloyim inshaalloh hammamizga shunaqa kunlar nasib qilsin avvalambor. Ulug'bekjon sizga. Avvalambor siz bilan menga T2 nasib qilsin. Nasib. Men o'zi orzuyim T2 o'lish. T2 обязательно inshaalloh olaman. Xudo bergan kunda bir niyatni poklab olaylik, to'g'rimi? Da. Bir niyat qilsangiz, Xudo o'shanga qarasha yarasha berar ekan. Avvalambor shu yaxshisini birinchi so'rash kerak o'zingizga. Keyin o'sha kichkinasini bersa ham men roziman. Shuni. U Xudodan emas. Niyat xolis bo'lishi kerak. Ha, shunday. Peshona barakasini bersin. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Sizni ko'rib turgan odamlar, masalan, bir xillar farzandni ko'ryapti, ota-onasiga topshirish, sovg'a qilishlar nasib qilsin. Mana bizani Rossiyadan mo'j kuzatishyapti, может быть, Amerikadan kuzatishyapti, boshqa respublikalardan kuzatishyapti. Ilohim, oltin boshingiz omon bo'lsin. Yurtimizga sog' salomat yetib kelish hammalaringizga Ilohim nasib qilsin azizlar. Ota-onalaringizga bundan ham zo'r, bu demayman, bundan ham zo'r mashinalarni olish nasib qilsin. Dongfeng EP007 gibrid avtomobilimizga o'tamiz azizlar. Ushbu avtomobil sizga 200 km masofagacha elektr quvvat bilan yurib beradi. Agarda polniy bak hisobida qancha yurishni bilmoqchi bo'lsangiz, ushbu avtomobilni siz 1,5 kilometrgacha polniy bak hisobiga yurib olasiz. Gibridda bu. Bu gibrid. Ushbu avtomobilimizni vidi chiroyli, jigar. Gap yo'q. Porsche. Porsche o'xshab ketadi. Birinchidan, ikkita ryadlik linzaviy proyeksionni optika desam. Qani? Mashinamiz ikkita linzaviy proyeksionni optika bilan jihozlangan. 360 gradus kameralar bilan jihozlangan. Mana bu yondirgan paytda ham jigar borku, o'ynash menga yoqadi-da. Bu vashsheda, bu ko'z sizni xohlayapti-da jigar. Bu vashshi boshqa narsa. Ham chiroyli, tezroq meni ol deydi-da xullas. Mashina juda ham chiroyli, video o'zi tonirovkalar bilan vashshi bomba ko'rinyapti. Xullas 19 diska balon bilan keladi. Mashinamiz uzunligiga ahamiyat beramiz. Ko'p sedanlardan klirensi baland, ya'ni baland yerdan balandligi ancha baland. Xo'p, uzunligi esa uzunligi 5 metr, eniga kelsak 2 metr. 2 metrga 5 metr jigar, bu вообще dahshat. Ketdik dalshi. Panoramli lyuk. Panoramli lyuk mashinamizda polniy splashni. Ochilmaydi, lekin mana bu somsizlashni. Keling jigar ko'rsating ko'kligini. Ko'rishsin. Bu mashina oftobga chiqqandan keyin jigar qorayadi. Gap yo'q. Yana qorayadi. Xo'p, slipoy zona, skrytый ruchka, 19 diska mягкий balon. Mana bu bez ramishni o'ynalar nima deyapti jigar? Eshiklarga gap yo'q. Ferrari'da ko'rasizmi? Bu boshqa narsa. Mana bu salonni keling tanishtirib chiqamiz. Tek tomonda, tamam. 油不足，请及时加油。 Xo'p, mashinamiz Sport Plus knopkalar bilan jihozlangan. Bu deganiki, sportdan hamda tezroq. Sportda masalan siz masalan 7 sekundga chiqsangiz, Sport Plus bilan bu 4,5-5 sekundga chiqasiz bemalol. Xo'p, беспроводной зарядное устройство, холодильник, подстаканник, полподстаканникlar bor. Xo'p, mashinamizda video registrator круговой обзор. Pol xohlasangiz oldinda ham bor, kamerani yondirsangiz rasmga tushirishingiz mumkin bo'ladi, o'zingiz bilan rasmga olsangiz bo'ladi. Xullas juda ham aqlli mashina. Face control bor. Uxlab qolsangiz sizni turg'azadi. Abduf obogrev,
Sidyeniya. Ana bu sidyeniya sizni quchoqlab oladi-da, sidyenalar juda ham qulay. O'tirib ko'ring, o'zingiz his qilib aytasiz keyin fikringizni. Sportivnida sizdeni. O'tirib ko'ring, bir aytasiz. Gap yo'q. Menga yana bitta yo'qaydigan joyi, mana bu podsetkasi bor-ku, buni o'chir, bitta nima qiling, eshikni yoping, ko'rsatamiz. Hozir men yondiraman, siz u yerni ko'rsatib turing. Ko'rasiz, jigar? Xohlasangiz ko'k rang, xohlasangiz qizil rang, xohlasangiz oranjiy. Xullas jigar 99 qisqa rang bo'ladi, bu fioletoviy. Ko'rasizmi? Gap yo'q. O'ynashini qarang jigar buni. O'ynashini qarang. Siz Polni uchun salon astronomda. xohlasangiz mana buni olaman. Ko'rasizmi? Har xil qilib bo'ladi. Pastroq o'chadi, pastroq yonadi. Xohlasangiz yana mana paydo bo'ladi yana. Sveta muzika qilsam bo'lsa kerak. Вообще aytayapman-ku, bu mashina haqiqatan ham pul xohlasangiz yonib turadi. Mana. Gap yo'q. Menga mana bu yoqda. Menga qo'yilgan mana shu. Realni chiroyli-da jigar, ko'rasizmi? Realni chiroyli. Monitorlari ham katta ekan. Oq bilan qora kombinatsiya qilingan. U aytgancha jigar bunga head up display bor. Mashinani tablosini siz loboviyda ko'rasiz. Ketyapsiz rulda bemalol qanaqa skordan ketyapsiz. Adashib ketasiz-ku, masalan, radar yoningizga bo'lsa agar ko'ra olmaysiz, to'g'rimi? O'sha paytga bemalol skorsani ko'rib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana maza qilaman bu mashinaga to'g'risi. Juda ham o qulaylik joyi Dongfeng EP 007 ni. Masalan, yo'lga gaplashib ketyapsiz. Gay akalar o'zi sizga telefon bilan ko'rishsa, uchoqlar urishadi, to'g'rimi? Uchoqlar shtrafi bor. Sizda uchoqlar shtraf bo'lmaydi endi. Telefonchani ana yerga qo'yasiz jigar. Ana bu yerdan ko'tarasiz, ana bu yerda uqa ikkita bor. Bemalol telefon orqali gaplashib keta bilasiz. Gap yo'q. Juda ham aqlli. Mana bu yerda uqa. Ko'rasiz? Ikki tarafda turibdi. Perforatsiyalardan ovoz keladi. Ovoz keladi. Bemalol odamlarning tovushini eshitib bilasiz. Gap yo'q. Juda ham aytayapman-ku, aqlli mashina, pamyat sideniyasi bor. Miyasiga saqlaydi. Farlarni yondirdim, bir ko'rsatib o'tamiz. Juda derski mashina ekan, gap yo'q. Nima deysiz? Hadi farlarni. Orqalarini ham ko'rsatamizmi? Bitta spoilerchasini ham ko'rsataylik alohida. Aytgancha, spoiler buni elektropaket. Xohlasangiz, masalan, chiqadi, xohlasangiz qaytadan ichkariga kiradi. Yana bitta narsa, 70 skorozddan keyin o'zi avtomatik chiqish qobiliyatiga ega bo'lmoqchi. Bu havoni kesish uchun. Havoni kesish uchun. Bu o'zi sizga kerakli narsa. Nimagaki tez yuradigan mashinalar uchun spoiler обязательно kerak. Bu обязательно kerakli narsa. O'zingizni xavfsizligingiz uchun muvozanat, pavorotlarga kirish qulay bo'ladi. Spoiler kerakli narsa realni. Keyin mashinamiz bagajiga ahamiyat beramiz. Mashinamiz bagajniki lift bag, oynalar bilan birga ko'tariladi. Ko'p mashinalarda bagaj elektropaket bo'lmaydi, sedanlarda. Sedanlarda azizlar. Crossover emas, bu sedan-ku. Sedan turlarida. Bu mashinada o'zi ko'ryapsiz, elektropaket, yana lift bag, oynalar bilan birga ko'tariladi. Xo'p. Keling ko'rsam, subwooferlari bor. Zavodskoy zavoddan kleylari kelyapti mana. Polni full. Bagajning kengligini ko'rsating. Maza qilishsin. Bemalol bu yerga 200 spalni kravat qilib ham yotib ham bo'ladi bemalol. Ko'rasiz, qancha odam bu yerga sig'ib, do'stlar bilan bemalol masalan ikkita jo'ralar o'tirdi, tog'ga bemalol chaqchaqlashib, gurunglashib o'tirsa bo'ladi. Juda ham aytayapman-ku, ham qulay, ham hamma tarafdan o'ylagan mashina. Qulay mashina. Xo'p, gibrid asosiy narsa. Hozir talab shunaqa berib qo'ydi-ku, bilasizku, elektr yoki gibrid olishyapti. Metanlar ham ketardi. Metanning narxini eshitdingizmi? 5700 bo'pti. Bu vahshida baland. Bunaqada xalq qiynalib qoladi. O'sha uchun lutchi elektr gibrid olish kerak deb o'ylayman. Maslahatim o'zi benzindan elektrga yoki gibridga o'tish kerak. Benzin rasxodi qancha buni? Benzin rasxod 2 litr, 3 litr 100 kilometrga. 100 taga 2 litr, 3 litr idealni gibrid uchun. Gap yo'q. Agar yo'q, rasxod qilmayman benzindan desangiz, mayli, siz uchun bu yerga выход zaryadnik bor, mana. Xohlasangiz uy sharoiti, mana. Uy sharoitida zaryad qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz mana ko'chada. Ikki taraflama zaryadga qo'ysa bo'ladi mashina. Mashinani tanishib chiqdik. Xullas bu mashinani siz avtokredit
yoki naqd asosida xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Mashinani narxi hozir aksiyada o'zi 420 million edi. Hozir siz buni aksiya bilan где-то 360 million atrofida xarid qilsangiz bo'ladi. Endi men polni qog'ozni ko'rishim kerak. Bu may oyidagi aksiyalarni o'rganish qiyin, o'zingiz bilasiz. Kelsalar chiroyli aksiya qilib beramiz xullas. Javob yo'q. Mashinani ko'rdingiz, rangizi chiroylida. Buni qorasi ham bor. Esiz yo'q. Ha, aytgancha основной narsani aytmadimmi? Mashinani yili 25 azizlar. Sizlar uchun. Xo'p, ketdik. Zipal SL 03. Chang'an brendlarga o'tamiz, ha? Bo'lmasa. Ha, ketdik. Bugunana ko'ryapsizmi? X70 modelini sotdik. Ko'rsatib o'ting. Hozir bu mashinani oxirgisi boshqa buni mashinadan kelmasligi ham mumkin. Nimagaki o'zgardi deyishyapti. Buni Yana restyling bo'ldi. Ha, bu restyling yana o'zi qarangda, любой bir avtomashina 5 yildan keyin o'zgarishi kerak. Video o'zgaradi demoqchiman-da. Yangilanadi. X70 o'zi oldini ham bamperlari boshqa xil bo'ldi. Orqasi difuzorlari ham o'zgacha bo'ldi. Diskalari yana mягкиroq bo'ldi, 18 razmerda qo'yishyapti va monitorlar boshqa xil bo'lgan, YouTube ular bo'ladi bemalol. Keyin klimat kontrol qo'shishgan. Kutib qoling, narxi 280 million 800 bo'lmaydi. O'zi nimagaki bu X70 uchun edi bu narx. Bu ham 25, u ham 25 keladi. Bu 70 o'zi kelmaydi menimcha. 16-maydan keyin, bugun 7 bo'lsa, 16-maydan keyin xudo xohlasa siz bemalol X70 ni yangisini avtosentrdan xarid qilib ketishingiz mumkin azizlar. Bemalol kelib tashrif buyurishingiz mumkin. Bizada hali beri aksiyalar davom etyapti. Xo'p, ketdik. Dongfeng markasini ko'ramizmi? Dongfeng brendi. Aytgancha, Dongfeng haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsak, nima deysiz? Dongfeng kompaniyasi o'zi 1958-yildan beri voyenniy texnika, avtokran, undan tashqari ko'p taniqli brendlarga zapchast berib kelgan. Motor ishlab chiqargan. Aytayapman-ku, bu mashinalari ko'p kishi biladi buni mashinasi qanaqaligini, Dongfengni-da endi. Bu shunday любой bitta Xitoy avtokranini shunday oching. Xitoy avtokranini. Ochgan paytingiz motorida Dongfeng turibdi, значок. Bu nima degani? Bu deganiki Dongfeng realniy sifat tarafdori. Nimagaki bu hali aytayapman-ku, men ko'ryapman tankka ishlab chiqaruvchi bironta avtomashina sinovdan o'tgan brend. Ha, o'zi sinovdan ham o'tgan. Siz tankka ishlab chiqargan avtokompaniyani ko'rmagansiz. Shu avtomobil voyenniy texnika, tankka ishlab chiqaradi. Xudo ko'rsatmasa, urushda buni o'zi tankalar chiqishni boshlaydi. O'sha taxlab qo'yishgan zapaska turibdi-da endi. Realniy zo'r Dongfengni maqtash shart emas. O'zingiz ko'rdingiz-ku sedanini. O'zi bu crossover 6 kishiligi. Li 9 ni bo'lgan aka. Realniy endi choyni ichirib yuboradi deb katta gapirmayman. To'g'risi undan qolishmaydi Li 9 dan. Nimaga desangiz, linzoviy ikkita rядlik polniy proyeksion optikalik faralar, bilet. Xo'p, panoramniy lyuk, video registrator, avtopilot, полоса удержания, ekstreniy tormoz. Aytayapman-ku, funksiya yetarlicha. Birta ham kam joyi yo'q. Hamma narsasi bor. 21 Continental Eco kontakt ballonlarda keladi. Continental deganda bizning xalqimiz sirazi Cobalt yo'ni xayollarga kelishadi. Yo'q, azizlar, Continental ballon agar Cobaltniki bo'lsa, to'g'ri u arzon. Lekin bu Continental Eco kontakt bu qimmat ballon, bu dunyo bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Michelindan keyin. Michelin birinchi o'rin, ikkinchi o'rin Continental turadi. O'sha uchun men sizlarga bemalol ballonlar ham zo'r deb bilaman. Mягкий keladi, haydab ko'rganman. Realni o'zimni sinovdan o'tgan, o'sha uchun aytayapman. Ushbu avtomobilingiz gibrid bo'ladi. Xullas sizga polniy bak hisobiga 1300 kilometr masofagacha yurib beradi. 1,5 litrlik dvigatel bilan jihozlangan. Xohlasangiz gibrid qiling, xohlasangiz elektrik qiling, xohlasangiz benzinlik qiling. Bu sizning xohishingiz. Siz qanaqa haydashni xohlaysiz, o'shanga moslashadi ushbu avtomobil.
Shunaqa darajada zo'r deb aytib olaman. Xo'p. Ko'rinishini ko'rdingiz. 360 gradus kamerani ko'rdingiz. Keling. Salonni ko'rsam. Ushbu avtomobilni saloni ikki xil rangda keladi. Bu narda grey rang. Ko'rsat. Ko'ryapsizmi? Oranjevisi ham bor, ha? Buni oranjevisi ham bor. Ko'ryapsizmi? Ha, Maza qiladigan joyida realni chiroylida o'zingiz ko'ring. Sizenalar. O'zingiz ayting-da, kamera chaka. O'zingiz ayting. Yo'qyaptimi sizga? Dahshat. Sizga yo'qmasa bir tiyin baribir. Bitta olish kerak. Videolarimiz to'g'risida. Shunaqa. Sizga yo'qsa bu ishonadi xalqimiz. Xuddi men o'zimni narsamni maqtayotganday bo'laman-da. Yo'q, buni qilmaslik kerak. Birta menga xolis odam kerak. Realni men aytayotgan narsalar haqqonim yo'qmi? Sizni masalan birinchi marta ko'ryapman men hayotimda. O'sha uchun keldingiz, video obzor qilyapmiz ikkalamiz. Sizni fikringizni men bilmoqchiman. Sizga men bir tiyin bermayapman bu uchun. Bemalol orqalarini ko'rsamiz. Orqalari ko'ryapsiz? Orqalari вообще ideal. Yaqinda Dilimi ham podarka qildi dadasiga. Kim? Dilimi. Dilimi podarka qilgan edi. O'zi Dilimi Hongji minib yurgan edi, yozganmi? Ha. Keyin Porsche oldi, qizil Porsche'ni o'zi выставкаga qo'yganmi? To'g'rimi? Shunaqa. O'zi mobilograflarga unaqa bergan-ku. Challenge. Kim zo'r syomka chiqarsa, qanaqadir bonus bor ekan. Shunaqa. Shunaqa qo'yishgan. Siz ham bormadingizmi? Yo'q. Nimaga? Vaqt yo'q. Pul dastlashmada, menimcha, pul vashi ko'p bo'lmadi. Gap yo'q. Qarang. Stakanliklari qo'lingiz ostida. Ikkita radiga ham xolodilniklarni qarang. Yo'q. Xolodilnik vashi dahshatda. Bu qarang. Elektron. O'zi yurib keladi. Bu yerdan Abduf Abagrev. Bu yerda boshqaruvsiz yana elektropaket. Xohlasangiz stol. Bemalol notebookchani qo'yib ishlab ketsangiz bo'ladi. Obed завтракка joy bu. Bemalol telefonchani qo'yib, bemalol bachalaringiz uchun multfilm yoki bu yerda monitor chiqadi o'zi. Buni qilasiz, rasmga tushiradi. Buni qilsangiz agar, buni qilsangiz tushadi monitorni o'zi. Xullas juda ham aqlli. Jestlar bilan ishlaydi. Agar ko'rsat desangiz, ko'rsatib berishim mumkin. Yo, hali qancha bor mashinalarimiz bitta obzor qilish. Bitta qilishimiz kerak, ha? 1 soat ketdi, menimcha, vaqtimiz. Xo'p, konditsionerlar patologdan yuqoridan keladi. Xo'sh, ketdik. Mashinamiz bagajlari elektropaket bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Video registratoriga maza qiladigan joyim bu. Video registratori bu-ku orqasi. Oynaga ko'rsatdi-da buni. Buni o'ylaysizki, realni bu oynami yoki video registratormi deb o'ylaysiz-da. Shunaqa darajaga aqlli syomka qiladi. Xo'p, 6 kishilik ko'ryapsizmi? Orqada ham o'rindiqlar bor. Detskizashda hamma mashinalarimizda borasizlar. Bu deganiki qisib qo'ymaydi. Odam masalan farzandlaringiz uchun ham bemalol xavfsizlik avvalambor birinchi xavfsizlik bo'lishi kerak. Xavfsizlik bu. Xo'sh. Podveskalarni ko'rsatamiz. Podveskalari mustaqil ravishda buni ham ko'p aytayapman-ku, men podveskani ko'rsatishimning sababi bu. Nimaga desangiz, podveska muhim. Mashina olishda avvalambor podveskaga e'tibor berish kerak. Podveska mustaqil ravishda bo'ldiki, o'shanga yarasha yaxshi ishlashni boshlaydi. Agar balka bo'lsa, xato. Miyaqligi o'shanga bog'liq. Balka bo'lsa xato. Balka mashinani olmaslik kerak. Kobaltdan masalan dalniga dangillab yuradi-ku, Gentrani qarang ham o'zini muvozanatini saqlab, akkulada yuradi, to'g'rimi? Aka, to'g'ri tanlov sizdan avvalambor. Pulingiz yetsa любойni olavering. Men endi maslahat beryapman. Baribir olishga yarasha nezavismi podveskani olish kerak. Ko'rsatdingizmi? Ha, Xo'p, ketdik. Bu mashinamizni siz hozirda avtokredit asosida xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich qancha deysiz? Men sizlar uchun 20% boshlang'ich to'lov bilan birta pasport evaziga kafillarsiz chiqarib beraman. Birta pasport evaziga. Shu mashinani qancha boshlang'ich to'lov bilan chiqarish menimcha hozir odamlarga qiziq bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Qanchaligini aytamiz. Shu mashinani siz 90 million so'm boshlang'ich to'lov bilan chiqarib olasiz. Gap yo'q. Qanday, maza qildingizmi? Gap yo'q lekin. 90 million so'm bilan buni chiqarish, bu aytayapman-ku, bu Lito qiz aka. Lito qizni raqobatchisi. Narxi arzon. Hozir bank tizimi bizga bo'lib birinchi o'rinda turibdi. Hamma banklar biz bilan ishlayapti. Любой bitta bank uchun shartnoma beraman. Bemalol o'zingiz kelishib ketsangiz ham bo'ladi. Shartnoma berish bizdan. U yer sizdan.
shot ochib beramiz, bemalol borib rasmiylashtirib, kreditni o'zi gaplashib kelsangiz ham mayli. Umuman muammo emas. O'z banklardan burada o'zi kelyapti. Aka kredit oching, bizga kredit olib keling deb. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Xo'p, ushbu moshinaning narxi Dongfeng EP008. Xo'sh, 1300 kilometr yuradi. Aytib o'tganimda. Kredit qilsangiz, o'zi buni 520 million sotganmiz aka. 520 million demayman. 500 million ham demayman aka. 480 million ham demayman. 470 ham demayman. Aka, qilish yarasha, aksani zo'rni qilish kerak. Videomiz o'shanga yarasha qiziq bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'sha uchun o'zimizni mijozlar uchun aytayapman-ku, ko'p, hozir даже Malibu ham 420 million turadi, to'g'rimi? Malibudan 20 million darajaga qimmat chiqarib beraman, lekin Malibuni javobini beradi. Aniq bu crossover Bu haqiqiy. crossover, buni o'rni boshqa. 442 millionga men mijozlarimiz uchun chiqarib beraman. Haqiqiy подписчик. Shu mashinani, подписчикlarimiz uchun. Lekin обязательно bizga like bosib, shu videoga подписка qilib qo'yishlari shart. Bizani kuzatishda davom eting. Yangiliklarni bombasi bizani avtokanalimizda bo'ladi. Xo'p, ketdik dalchi. EP008 ni tanishtirib chiqdik, ha? Endi SL03 Chang'an brendiga o'tamiz. Chang'an brendi. Chang'an brendi bizada aka o'zi yangilari ko'paygan. SL03 o'z ko'rib turganingiz. Xo'p. SL03 sedan. 800-900 kilometrgacha polni bak hisobiga yurib beradi. Polni bak hisobiga. 800-900 ta bu men o'ylayman zo'r deb. Ko'rinishi Ferrari'ga o'xshab ketadi, to'g'rimi? Ha. Juda ham chiroyli-da. O'sha gap aka, siz EP007 ni ko'rdingiz-ku, o'sha bilan bir xil narsa. Lekin buni kilometraji unga nisbatan ozgina kamroq. Uni kilometraji ko'proq. Ko'rinishlari ham derskiy. Ko'rinishi derskiy lekin. Realni derskiy. Narxiga stoyishi mashin. Hozir gibrid olish kerak. Gibrid olish payti keldi. Men sizga aytaman, metandan hozir siz baraka topmaysiz. Yana qaytadan aytayapman. 5700 so'm bo'libdi. 5700 so'm siz preset qilyapsizmi? Hozir bitta 65 talik metanni polni baqilganingizga 80 ming pul ketibdi. 80-90 ming. Qarib 100 O ming. benzin bilan yurish yaxshiroq. Undan ko'ra metan ham o'zi tamom, davri o'tdi. Yana o'chiradi deng. Ana o'chiradi. Realnida metan o'zi maylayon momlardan chiqarish kerak u narsani. Faqatgina o'zi gibrid, elektr gibrid. Davri keldi. Ana. O'zingizga o'qib oldingiz. Kelasizlar, ushbu avtomobilni siz hozirda bizning avtosalondan 350 million so'm evaziga naqd yoki kredit asosida olib ketishlaringiz mumkin bo'ladi. Faqatgina kelgan paytlaringiz bildirsangiz bo'ldi. Misol men keldim yoki bir og'iz telefon qilsalaringiz, men sizlarga polni informatsiyani doskональni aytib beraman. Muammo yo'q, birta tanishtirib chiqamiz. Keling birta ishlarni ko'rsatamiz. Ulug'bekxon, mashina sizga yoqdimi? Dahshat. Bu ham biz ramishi. Men aytdim-ku, men bejizga aytmayman. Dongfeng EP007 ga o'xshab ketadi, lekin probeg bo'yicha bu unga nisbatan kamroq. Saloni qora. Bravo. Ko'ryapsizmi? Chiroyli-da. Bagaj o'sha gap, liftbek 19 mexki diska balonlarda kelyapti. GT Contact, o'zi bu boshqa balon. Mana qarangda, bu bagaj o'zi gapiradi. Ko'p sedanlarda bagaj elektropaket kelmaydi jigar. Bunda elektronni ko'ryapsiz. Liftbek, bagaj sig'imi katta jigar. Любой narsani tiqib bemalol yuklaringizni ortib ishlatib ketishingiz mumkin. Yo gibrid yoki elektromobil oling jigar. Sizga maslahatim. 350 million so'mga naqdga yoki kreditga rasmlashtirib beraman. Siz buni boshlang'ich atigi 5,5 ming dollar, ya'ni 70 million so'm bilan chiqarib ketasiz. Meni nomimdan kelgan mijozlar uchun. 70 million so'm bersinlar, men shu mashinani chiqarib beraman. 70 million so'mga bu zo'r deb o'ylayman. To'g'rimi? Bravo. Xo'p. Kelinglar jigar, sizlar uchun aksiya qilishdan to'xtamaymiz. Kelgan paytlaringiz aytib qo'ysangiz bo'ldi. Dipal S7, S07 brendlari bor. To'g'rimi?
S07'si ham, S7'si ham bizda mavjud. Keling beraman. Keling beraman, men sizga qiziq narsani ko'rsataman. Bunaqasini siz ko'rmagansiz, jigar. Bunaqasini siz ko'rmagansiz, aniq bilaman. Siz bu yerga birinchi bor kelyapsiz, ha? Ha. Qarang. Qani? Salonni ko'ring qani. Nima o'zgarish bo'pti? Dipalni bilasiz, to'g'rimi? Eshitganmiz. Salonda nima o'zgarish bo'lgan? Sezdingizmi? Ranglari вообще. Ha, rahmat sizga. Bu rang aka, bu yangi rang, yashil. Ko'rasizmi? Endi trend rang shu bo'ladimi? Ha, hozir endi trendga bu aylanadi menimcha. Oranjevey edi, lekin oranjevni baribir olishyapti. Endi yashil rangga o'tyapti. Yashil ham необычный ko'rinyapti. Aytgancha bu mashina bilan o'zim dalniga borib keldim. Realni sizlarga maslahat beraman. Captiva deydigan odam ham даже tan berdi. Realni narxiga haqiqatan ham arziykan deb aytdi. Nimagaki ham mягкость bo'yicha, ham komfort bo'yicha, ham gibrid. Biz bitta polni bak bilan, xullas bitta polni bak bilan bordik. Уже chestni o'zib beraman, Samarqandga yetib keldik, уже zapravka qildik. Toshkent borib kelishga. Ha, Toshkent bordik. Yana qaytayotgan payt o'zim bitta akam bilan o'rganlarda o'sha kishi bilan borib keldik. Qaytayotgan payt Samarqandga уже benzin kamaydi. Keyin o'zi zapravka qilib, keyin yana qaytib keldik. Yana o'sha shaharga VIP. Bilasiz-ku, endi bu sizdan bu 700-800 ta bemalol yurib beradi. Endi agar buni ham kilometr ko'pi bor. Bu 285 talik, bu ko'p. Biz 135 taligi bilan haydab ketdik. Bu ko'p, bu full massajlik bu. Bu tarafda o'rindiqlarni olib ko'rsatamiz o'zi. Xo'p. Ketdik, bez ramashni o'ynalar, ko'rib turganingizdek, shtorkalar yo'pladi, panorama lyuk. Keling jigar. Mana, sidenasini ko'rsatamiz. Massajlik sidenada jigar. Mazza qiladigan joylari, slip boy zona, bez ramashni o'yna, ana bu massaj sidena. Ko'rdingizmi? Mana bu sidenani ko'rsating. Sidenasi mazza qilasiz bu sidenaga. Realni zo'r. Bir massaj olishingiz kerak-da bu yerga. Qarang, sizga yoqdimi? Yo'q. Sizenalar ham kapitanskiy. Sizeni ham cho'tkilik. Buni qarang, orqalari manga. Orqa juda ham zo'r, juda ham komfort. Dipalga orqasiga mazza qilaman. Umuman qisilish yo'q. Umuman diskomfort yo'q. Agar ishonmayotgan bo'lsangiz, bitta o'tirib ko'ring. O'zingiz keyin menga aytasiz. Bitta shuni belingizni o'qigacha bering, keyin o'zingiz aytasiz. O'zi mana bo'yim 1.85. 1.85 bo'lsa oyog'ingizda tegmayapti. Ko'rasiz? Oxirgacha bergan lekin buni. Baribir ham tegmayapti. Tegmayapti. Ko'rsatish kerak ana. Ko'rasizmi? Siz bemalol spokойно o'zi o'tiribsizmi, to'g'rimi? Qanday bergan payti qanday? Dahshat. Chotka. Men ana shunisi yoqadi. Menga Dipalni to'g'risi ana bu barchasini qarang endi. Voy. Yangilik ana salofmanchalarning o'zi yoqadi, aka. Sheyda. Inshaalloh hammamizga nasib qilsin. Inshaalloh bundan ham zo'rlarni olish nasib qilsin azizlar. Xo'p, Dipal S7, S07 brendlari o'tganida eng kam kilometrligi 135. Uni narxi hozirda S07 350 million. Agar S07 ni siz S07 ni 285 kilometrligini xarid qilsangiz 390 million. 390 millionga siz buni minib ketyapsiz. Agar siz Dipalni S05 ni ko'rmoqchi bo'lsangiz, yangi model kelgan Dipaldan, uni ham ko'rsatib o'tamiz. Narxlar yo'qdimi sizga azizlar? Gibrid avtomobillarga utilizatsiya qo'yilgan xabarlaringiz bormi? Utilizatsiya haqida tanishtirib chiqmadim. Tezroq shoshilinglar. Narxlar yana oshirish ehtimoli kutilmoqda. O'sha uchun hamma narsa Farruh aka bilan bog'liq. Farruh aka shartnoma bersalar, olib ketasizlar. Dipal S05 modeliga o'tamiz. S05 ni siz bu yangi model, buni prezentatsiyasi bo'lmagan, lekin baribir sizga ko'rsatib chiqyapmiz. Aslida mumkin emas. Buni reklama qilish ham mumkin emas. To'g'risida prezentatsiya bo'lmagan mashinani reklama qilish xato. Lekin biz siz uchun baham ko'ramiz. S05 chiroyli dizayn, jigar.
Необычный. Jigar вообще bu bogatida ko'rinish. Bu 18 mягкий diska balon bilan kelyapti. Panorama lyuk. Splashnoy. Ko'ryapsizmi? Salonni keling jigar. Head up display, bunaqa narsalar aytyapman-ku, bu mo'jizada hamma narsa bu. Orqalarini qarang. Ana bu oranjiy salon ekan. Buni nimasiga maza qilinib bilasizmi jigar? O'tirasiz-ku. O'tirgan paytingiz o'yinlar ana bu yerdan boshqarish shart emas. Ana monitordan buni qilsangiz ham mana buni. Ana. Qarang. Masalan, o'tirdingiz, o'yinlarni ko'tarmoqchisiz. Ko'ryapsizmi? Ana. Buni xohlasangiz yarimta, ko'ryapsizmi? Yaqinlashtirib ko'rsating. Ana. Buni yarimta qilib ko'rsangiz bo'ladi buni. Ko'ring, ana bunday qilsangiz bo'ladi. Xohlaganingizni nasib qilsangiz bo'ladi. Bu vaqt aqlli. Bunday qilasiz, bu taraf orqani qancha qilasiz? Yarimta. Ko'rsating, yarimta shu. Yo'q. Maza qiladigan taraflari ko'paydi. Dipal oldinda ketyapti. Va kishi to'xtash yo'q. Umuman knopka yo'q, hammasi sensorga. Hamma sensor, monitor AMOLED, 128 talik pamyat. Mashina zo'r. Kamchilik umuman yo'q. Bundan kamchilik topish xato. To'g'risi bu ma'ni sizga emas xullas aka. Gap yo'q mashina. Diskalari ham alohida, o'zgacha dizaynda. Sizga yoqdimi? Orqalari ham ancha keng ekan. Hozir tomoshani o'chiraylik. Hozir buni perevod qilishadi-da, berayotgan payt mijozaga beramiz-ku. Perevod qilib keyin berishadi. Lekin tuzilishi lekin chiroyli jigar buni vahshiy turishini o'zi bir gap-ku. Xo'p, arqalarini ko'rsatamizmi jigar bu mashinani? Hop, ket. Bez ramishni o'yna. Orqalari bogatida jigar buni orqalari. Chiroyli mashina. Ko'rasizmi? Qanaqasi yo'qmi? Kamera 360. Bagajchalarni qarang jigar. Kattaligini qarang buni. Bay, joyni qarang, joyni. Bunaqa narsalar orzu bo'lgan odamlarga 1-2-3 yil demayman endi, yolg'on bo'lmasin. 1-5 yil oldin Inomarkani yo'lga ko'rsak, qimmat ekan deb unaqa bo'lgan. Hozir shunaqa davr bo'ldiki, hozir qalanli Inomarka bo'lib qoldi, to'g'rimi? Jigar o'zi Inomarkaga hamma o'tyapti-da, sezyapsizmi? Siz ham qachongacha Gentra bilan yurasiz? O'tishingiz kerak-da, yo Cobalt bilan yurasiz. Qachongacha? Inomarka oling. Mazasini bir totib ko'ring. U sizni masalan aytayapman-ku, kimdir bu Xitoy, bu bunday deb yuradi, siz minib yurgan Tracker ham jigar Xitoy. Yoki Equinox ham Xitoy, yoki Malibu XL ham Xitoy. Jigar Xitoy deb yurib, orqaga qolib ketmang. Siz uchun men yaxshi niyat qilyapman. Oling, zo'rini mening maslahat beraman. Zo'r tanlov. Ideal gibrid olish kerak, realni olish kerak. Dipal S05 ko'rib turganingizdek. Mashinaning narxi 421,5 million. Hozir sizga aksiya asosida beramiz 383,5 million so'm. Chiroyli, mana bu logotipcha dizaynlar. Mana buni nima o'ylasizmi nima? Nima ekan? Zaryadga qo'ygan paytingiz zaryadni qancha o'latgani hammasini ko'rsatib beradi sizga. Gap yo'q. Xullas gibrid. 2000 kilometr masofagacha 5 tun va iCar modellarimiz qoldi, xudo xohlasa. 5 tun T55 modeli. Ommaga tanilgan, xalq tanigan brend shu bo'ladi. Toyota kompaniyasi hamkorligida dvigatellari ishlab chiqariladi. Bu deganiki 1.5 169 ta ot kuchi. Jigar 360 kamera, linzaviy proyeksion optika, panorama lyuk, 18 mягкий diska balon. Hammasi mashinamizda mavjud. Xohlasangiz rastoshka qiling. Xohlasangiz avtokredit qiling. Bu sizning xohishingiz. Avtokredit qilmoqchimisiz sizga? Gap so'z yo'q. Xarid qilishingiz uchun men sizga sharoit yaratib beraman. Lekin aksiya bo'ladi. Faqatgina naqd yoki avtokreditga. Rastoshka xohlasangiz, rastoshkaga shu mashinani sizga 1 yil, 1,5 yil, 2 yilgacha
foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Lekin aksiya narxi yo'q. Tushundingizmi? Agar naqdga xarid qilsangiz 276 millionga siz uchun taklif beramiz. Muammosiz bir kunda menib ketasiz. Linzaviy proyeksionniy optika. Salonda koja. Splashnoy monitor. Ko'rsating jigar. Maza qilishsin, xalqimiz maza qilsin bunaqa mashinalar. Aytayapman-ku, trekker o'zi modadan qolib ketdi bunaqa mashinalar. Olish kerak, zo'rini minish kerak. Trekker kushandasida bu. Trekkerdan uzunroq. Hamma Sport shaklari ham boshqacha ekan-a. Samolyot. Orqalari chiroyli, ha? Ha, вообще. Qadar bogatый. Xullas narxi 276 million sizlar uchun. Pastda raqamlar bor. Bemalol muloqotga chiqishingiz mumkin. Bestune T55 yodlaringizdan chiqmasin. Agar modeli yodlaringizdan chiqsa, qanaqa mashina deb so'raydi-da menejerlarimiz. O'shanga siz javob berishingiz kerak bo'ladi. Men T55 ni ko'rdim. Narxi ana shunaqa ekan. Qanaqa usullarda xarid qilish mumkin? Siz buni boshlang'ich 55 million bilan chiqarib bilasiz. Kreditka. Avtokreditka 55 million boshlang'ich to'lov, ya'ni 4000 dollar bo'ladi taxminan. 4000 dollar bilan chiqarib bilasiz. Azizlar, kafillarsiz. Aytayapman-ku, kafil kerak emas. Birta pasport yetarli. Olib keling, ish haqqi ham talab qilmayman. Birta pasport yetadi. Olib ketishingiz mumkin shuni o'shani. 276 million. Xo'p. Aykar modeliga o'tamiz-a, jigar? Elektrogelik. Aykar elektrogelik. Bu mashinani obzorini ko'p qilganman. O'zingiz bilan ham bir bor qilgan edik, bilmaku. Shunaqa. Bir bor kelgan edingiz, qilgan edik. Xo'p. Sumkachalarni qarang, maza qilishsin. Ko'rasizmi? Elektromobil bu chisti 501 kilometr masofagacha yurib beradi jigar. Orqadan ko'rsatyapmiz, bu xato narsa. Keling oldindan ko'rsatamiz. Panorama lyuk bilan jihozlangan mashinamiz. Panorama lyuk, polni ko'rinishini ko'rasizmi? Ko'rinishi chiroyli. Xamerchaga o'xshaydi. Gelik bilan xamer. Realni bilan berishganda, gelik bilan xamerni bachasimi yoki shunaqada realni chiroyli mashinada. Saloni komfort, saloni maza qiladigan NFS karta bilan ishlaydi, slipoy zona. Mana bu yerda akustika, polni alroa o'tirganingizda rullarni va sheda jigar maza qilasiz-ku. Qarang, rul elektropaket, 360 kamera, bespроводной zaryadnik, undan tashqari barlarning o'chilishiga e'tibor bering jigar, o'zi o'chiladi. Polni xolodilniklari ham bor. 2 metr panorama, elektropaket o'rindiqlar jigar. Aytayapman, siz uchun yaralgan xullas mashina. Ranglari ham niya shunday ekan. Rangi salonni qarang, kombinatsiya qilingan. Qora bilan yashil. Yana Hozir nimalari ham yaxshi. Aytayapman-ku, maza qiladigan joyiga olish kerak, minish kerak, tamom. Xullas Bunda qanaqa to'lov turlari? Ikki xil pozitsiyasi bor jigar. Aha. Siz mashinani agar xohlasangiz avtokredit qilsangiz bo'ladi yoki rassotchka qilib olishingiz mumkin. Lekin aytganimdek, aksioner faqat naqdga xarid qilsangiz bo'ladi. Halol nasiya savdoga penya yo'q, sug'urta yo'q, hech narsa yo'q. Lekin o'shaning munosabati bilan mashinaning narxi ozgina qimmatlashadi. Lekin baribir ham foiz yo'q ustiga. Jigar o'zini narxini bo'lib to'layotgandek bo'lyapsiz. Aksiya yo'q xullasdan. Kechiktirib bersang ham foiz yo'q, pena yo'q. Yo'q, jigar, men nimani tushuntirib berdim sizga 1 soat. Siz tushundingiz deb o'ylagan edim-da. Yo'q, xalqqa yana bir bor eslatyapmiz. Eslatamiz, xudo xolasa, mayli. Siz uchun mayli jigar. Aykarni EQ3ni sizga 385 million edi. 350 million. Buni EQ3ni AVD'si bor, buni polni privodi ham bordi. Uni 390 million beramiz. Xullas jigar, olish kerak lekin. Real aytayapman, maza qiladigan joyi olib, maza qilib mining. Hozir elektr olish kerak. O'sha joningizga tegmadimi? Hozir hamma joy o'shada yotibdi. Realni azob zapravkalarni qiynalyapsiz. O'zingiz ko'ryapsiz-ku. O'sha uchun maslahatim elektr yoki gibrid, tamom. Xullas, Aykar EQ3 ni ham obzor qilib o'tdik. Aykarni EQ7si ham bor. EQ7si hozir bu yerda yo'q. Men narxini sizga aytib beraman. 342 million 700 ming so'm.
buni ham siz uchun chiqarib beramiz, keltirib beramiz. Muammo yo'q. Keling, tashqarida adresni aytamiz. Keyin tashqarida gruzovoy mashinalarimiz ham bor. Birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Jigar, bu avtosalon multi brendda bu. Bu brend bu yerda slishkim ko'p mashinalar. Xohlasangiz pick-up mana. Men 70 plusni o'zgartirsangiz bo'ladi, yuzini degan edim-ku o'zigami? Ha. Mana bunaqa qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz. Taqlab qo'yganmiz, ko'rishingiz mumkin. Ko'rdingizmi? 70 pluslar, ana bu 90 pluslarni ko'rsating, jigar. Tayyorda siz uchun keraksa. Mana. 90 pluslar rassrochkaga tayyor. Bir kunda rasmiylashtirib olib ketishingiz mumkin. Ana uni ko'rsating. Gruzovoy texnikalarimiz ham bor. Siz shiniraylar bizada ofitsialniy garantiyaga bemalol 2 yilgacha bemalol garantiya asosida xarid qilib ketishingiz mumkin. Garantiyasida Jiturni o'zi turibdi. Azizlar, videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun katta rahmat sizlar uchun. Hammalaringizni xudo xolasa Avtocenter Buxoro avtosalonida kutib qolaman. Inshaalloh yaxshi niyat qilib shu mashina olaman deb kelasizlar degan umiddaman. Keldingizlarki, harakat qilaman maksimalni yordam qilib berishga, bonus boshqasini. Kelsalaringiz o'sha gap, yordam qilamiz. Xullas manzilni tushuntirib beraman. Manzilimiz Karvon bozoridan kelishda, Buxoro shaharda. Karvon bozoridan kelishda birinchi avtosalon Prezidentskiy dachani razvorot ro'parasida bizning avtosalon birinchisi. Yodlaringizdan chiqarmanglar. Biz hamma vaqt birinchi mestaga turibmiz. Hozir ham shunda. Bizadan keyingilar o'zi keyingi birinchi o'rin 1. O'sha uchun avvalambor aksiyalarni o'tkazmaslik uchun обязательно avtosalonimizga kirishlaringizni tavsiya beraman. Gulistondan kelsalaringiz o'sha gap, razvorot yoqasida Prezidentskiy dachani biladi, hamma biladi. O'shani ro'parasida. Kelsalaringiz test drive desalaringiz test drive ham o'zim qilib ko'rsataman. Videoni yakunlaymiz. Iloyim hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Rossiyadagilar oltin boshingiz omon bo'lsin. Yurtimizga sog' salomat kelish nasib aylasin.